Demek, circle beribdi. Circle beribdi. Bitta aylana beribdi. Xo'sh, aytyapti. In the figure shown, ko'rsatilgan figurada point ABCE lie on nima qiladi? Yotadi. Circle'da. BC katta AB bo'lsa va segment AC segment nima ekan? Perpendikulyar tuzi segment BE ga. Demak, AC BE ga perpendikulyar deyapti. Rostdan mana o'zi nimasi ham turibdi, demak perpendikulyar aniqlik. Endi aytyapti. Point D nuqtada. Hop. BD ildosida 346. BD ildosida 346. Diameter of circle 175. Demak, bu circlda diametri, ya'ni mana bu to'g'rislik, AC to'g'rislik nima ekan? 175 ekan. Xo'p, endi so'rayapti. Agar CD taqsim AD, CD qayt? CD mana bu joy, AD mana bu joy. Demak, mana aytdim men x dedim. Mana nima bo'ladi? 175 minus x bo'ladi. Qaytaryapman. Demak, mana bu joyda A dan D gacha bo'lgan joyda x dedim. Bu tomonichi 175 dan x chiqib ketdi. Ya'ni 175 minus x bo'ladi. Xo'p, endi so'rayapti. Nimani? CD taqsim AD. CD. Ya'ni 175 minus x x ga bo'l deyapti. Shu er bo'lsa nima qiymati? Er. Demak, shuni bo'lganingda r chiqsa, r ni top deyapti. Xo'p. Demak, shartiga tushundik. Endi qaranglar. Men nima qilaman? Men bu tizimni yaxshilab qarasam, mana bu joyda bitta uchburchak turibdi. Ya'ni mana bunday nima turibdi? Uchburchak. Ya'ni A, B, C uchburchak turibdi. Akka tizim. A, B, C. A, B, C. Mana burchi 90 gradus. Aytdim, endi bitta perpendikulyar chiqqan. Bu D. Ana. To'g'rimi? Ya'ni to'g'ri burchak. Uchburchak. Endi qaranglar. Endi mana x edi va 175 minus x edi. Bu 346 edi. Endi yaxshilab qarasam, to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakda bu perpendikulyar bo'lgandan keyin bu balandlik. Endi balandlikni bitta formulasi bor edi. Ya'ni balandlikni topish uchun men nima qilaman? Ilzosida proyeksiyalarni ko'paytiraman. Ya'ni AC ko'paygan BC. Bu ketib A bo'lsa, uni proyeksiyasi bu. Bu proyeksiya B bo'lsa, uni proyeksiyasi bu. Ya'ni AD. Shuni ikkovini ko'paytirib turib ildidan chiqarilganiga balandlik teng edi. Demak, yoki bunday yozsam bo'laveradi. H kvadrat teng AC ko'paygan BC. Ana. Endi hashim nechaga teng? Ilzosida 346. Olib kelib qo'yaman. Ilzosida 346 ning kvadrati teng x ko'paygan 175 minus x. Ana. Demak, maytdan buni ko'paytirdim. Endi bu bilan kvadrat bilan ildiz yeyishib ketdi va kvadratdagi nima qilib yetsam ham bo'ladi? Desmosga solib yetsam ham bo'ladi. Men undan ko'ra x ni 2 chiqadi aniq. Demak, 2 bo'ladi. Demak, 2 aytsam 173 bo'ladi. Ko'paytirsam 346. Ana. Endi x chiqdimi? Bo'ldi. Hali javob chiqmaydi. Yo'q. Mana ko'payib qo'yaman. Nimaga? Bu taqsim bu degan. Demak, 175 dan x aytsam 173 taqsim 2. Ana. Endi 173 ni 2 ga bo'lsam javob chiqadi. Xohlasalar shunday yozinglar. Farqi yo'q. Demak, javob shu ekan. Tushundikmi?